Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan O'zbekistonning eng yangi tarixi fanidan mustaqillik yillarida O'zbekistondagi ma'naviy va madaniy taraqqiyot mavzusida darsimizni boshlaymiz. Xo'p, mana darsimizning rejalari. Rejamizning birinchisi ma'naviy merosning tiklanishi, ikkinchisi esa tarixiy xotiraning tiklanishi. Uchinchi rejamiz milliy va diniy qadriyatlarning tiklanishi, to'rtinchisi milliy istiqlol g'oyasi. Mana shu rejalar orqali bugun darsimizni davom ettiramiz. Mustaqillik va ma'naviy taraqqiyot. Bilamizki, bizni mustaqillikka erishganimizdan so'ng O'zbekistonimizda ma'naviy va o'sha madaniy sohada rivojlantirish davlatimizning eng ustuvor vazifalaridan biriga aylandi. Sobiq ittifoq davrida o'zbek xalqining urf-odatlari, qadriyatlari, dini, millatimizga xos bo'lgan juda ham ko'p qadriyatlarimizga jiddiy zarar yetdi. Balki ularni xalqimizga unuttirishga harakat qilishdi. Milliy bayramlarimiz, tarixiy obidalarimiz nihoyatda qarovsiz ahvolga kelib qoldi. Vaholanki ularni qayta rekonstruksiya qilish ishlari mustaqillik yillarida boshlandi. Bunga birgina misol qilib aytishimiz mumkin. Bizning O'zbekiston hududimizda 6700 dan ortiq tarixiy obidalar bo'ladigan bo'lsa, bularni 1990-yilda ularni ta'mirlash uchun 12,4 million so'm ajratilgan bo'lsa, 1992-yilda esa 64,4 million so'm ajratilganligini ham mana shu birgina misol orqali ham bu narsani ko'rishimiz mumkin. Bizning hududimizdagi ko'plab tarixiy obidalarni UNESCO tarkibiga kiritilishi hamda qayta rekonstruksiya qilishi, turizm rivojlanishi natijasida xalqimiz o'zi borib, nima desamkin, ko'rib, foydalanib, mana shu tarixiy obidalarimizni tarixini o'rganish orqali o'ziga qandaydir bir ma'naviy ozuqa olishi mumkinligi ham mustaqillik yillarida mana shu narsalarga biz erishdik deb aytsak bo'ladi. Xo'p, 1991-yil 1-sentyabrda O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishdi. Va mustaqillik tufayli xalqimiz o'z o'sha milliyligini anglash, boy tarixiy merosni tiklash imkoniyatiga ega bo'ldi. Mustaqil O'zbekistonimizda 1994-yilning 23-aprel sanasida Ma'naviyat va ma'rifat jamoatchilik markazini tashkil etish to'g'risida qaror qabul qilindi. Prezident farmoni e'lon qilindi. Bu o'sha jamoat birlashmasi juda ham ko'p ilg'or g'oyalarni ilgari surgan tashkilot bo'lib xizmat qildi. Uning qoshida Oltin meros xayriya jamg'armasi ham tashkil topdi. Ma'naviyat nashriyot uyi ham mana shu jamoat birlashmasi tarkibida tashkil topgan narsa hisoblanadi. Bu ma'naviyat nashriyot orqali juda ham ko'p asarlarni chop etildi, juda ham ko'p asarlar. 1996-yilning 9-sentyabr sanasida Ma'naviyat va ma'rifat jamoatchilik markazining faoliyatini samaradorligini oshirish to'g'risidagi yana qator qonunlar qabul qilindi hamda 1997-yil 1-oktyabr sanasidan boshlab o'qituvchi va murabbiylar bayrami nishonlanadigan bo'ldi. Buni ham mana shu o'sha ma'naviy sohadagi yuksalishlardan biri deb e'tirof etsak bo'ladi. Yana o'sha ma'naviy o'sha taraqqiyotimizning tiklanishi to'g'risida misol qilib milliy bayramlarimizni ham olishimiz mumkin. Masalan, Navro'z bayramini o'zi Sovet mustamlakasi davrida kuchli taqiqqa uchragan edi va taqiqlangan edi. Vaholanki bu bayram diniy bayram bo'lmasa ham, bu Navro'z bayrami diniy bayram deb talqin qilinib, bu bayram o'tkazishga ruxsat berilmas edi. Mustaqillik yillarida dastlabki qilingan qarorlardan biri Navro'z bayramining tiklanishi bo'ldi. Ya'ni bu sana 1990-yilning 2-may kunida bu o'sha qaror qabul qilindi. 1990-yilning 2-iyun sanasida haj va umra safarlari to'g'risidagi qonun qabul qilindi O'zbekiston Respublikasi va ilk bor davlat homiyligida bizda fuqarolarimiz haj va umra amallarini ado etish imkoniyatlariga ega bo'ldi. Mustaqillik yillarida tarixiy madaniy xotiramizning tiklanishiga asos qilib ota-bobolarimizning aziz xotiralarining tiklanishini, ularning yubileylarini nishonlashimizni misol qilib keltirishimiz mumkin. Hozir
misol qo'shishimiz mumkin tarixiy xotirani tiklanishiga. Xalqimizning buyuk ajdodlarining yodgorliklari, masalan, Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy kabi buyuk shaxslarning xotiralari abadiylashtirildi. Masalan, Mir Alisher Navoiyning tavalludi 550 yilligini 1991-yilda keng jamoatchilik bilan nishonladik va shu yilni o'zini Alisher Navoiy yili deb e'lon qilish ham bu bizni ota-bobolarimizga bo'lgan hurmatimizni, mustaqillik yillarida ota-bobolarimizning xotirasini tiklash hamda ularni abadiylashtirish davlat siyosati darajasiga ko'tarildi desak ham bo'ladi. Bunga birgina misol qilib Alisher Navoiy tavalludining 1991-yilda keng nishonlanganligini misol qilishimiz mumkin. 91-yili Alisher Navoiy yili deb e'lon qilindi hamda uning qator asarlari nashrdan chiqarilib keng jamoatchilikka tarqatildi. Alisher Navoiy tavalludining 550 yilligi keng nishonlandi. Navoiy nomidagi davlat mukofoti ta'sis etildi. Shoirning yodgorligi asarlari ham tarqatildi. Toshkent va Navoiyga bag'ishlangan haykallari bo'lingan yerda 1994-yili Mirzo Ulug'bek tavalludining 600 yilligi nishonlandi va butun O'zbekiston bo'ylab Mirzo Ulug'bekning asarlari hamda uni nima deydi markazlarda u to'g'risida juda ham ko'p seminarlar tashkil etildi. 1996-yilda Amir Temur bobomizning 660 yilligi UNESCO bilan hamkorlikda dunyo bo'ylab nishonlandi. Parijda bir haftalik Amir Temur yubileyi o'tkazildi. Amir Temurning haykallari 3 ta shaharda mavjud, ya'ni Toshkentda, Samarqandda hamda 3-chisi Qashqadaryoda. Uni 1998-yilda Imom Al-Buxoriy tavalludining 1225 yilligi keng nishonlandi. Imom Al-Buxoriyning Al-Jami va Al-Sahih asari 4000 nusxada chop etildi va butun O'zbekiston bo'ylab tarqatildi. Imom Al-Buxoriy majmuasi keng rekonstruksiya qilindi va ta'mirlash ishlari olib borildi. 2000-yilning 16-noyabr kuni Marg'ilonda islom huquqining asoschilaridan biri bo'lmish Marg'ilonning tavalludining 910 yilligi keng nishonlandi hamda bizni islomshunos olimlarimiz va tariqatchilarimizning asoschisi bo'lgan Naqshbandiy hamda Bahodir Naqshband hamda Najmiddin Kubro tavalludlari ham keng nishonlandi. Mana shu tarixiy shaxslarning yubileylarining nishonlanishi bilan birgalikda bizlar Alpomish dostonini ham shunday aytib ketishimiz kerak. Alpomish dostonining yilligi 2000-yilda keng nishonlandi. Avestonning 2700 yillik yubileyi esa 2001-yilda keng nishonlandi. Vaholanki bu Avesto asari bizning tariximizdagi eng qadimiy yozma manbalardan biri hisoblanadi. Xo'p, mana shunday yubileylarga yana misol qilib shaharlarni yubileylarini ham olishimiz mumkin. Ya'ni qadimgi shaharlarni tiklanishini misol qilishimiz mumkin. Masalan, Samarqandning 2750 yilligi nishonlandi 2007-yilda. Shu kabi boshqa ko'plab shaharlarimizning yubiley marosimlari ham nishonlandi. Xo'p. Toshkent shahrining Bo'zsuv kanali yaqinida Shahidlar xotirasi maydoni, Shahidlar xotirasi yodgorlik majmuasi bunyod etildi 2000-yilning 12-may kuni va mana shu yodgorlik qoshida Qatag'on qurbonlari muzeyi ham ochildi 2002-yilning 27-avgust sanasida. Bu muzeylarga tashrif buyurgan insonlar Qatag'on qurbonlari nomlari hamda ularning o'sha davrdagi chekkan jabr-sitamlarini o'z ko'zlari bilan ko'rish mumkin. Ya'niki paxta ishi, o'zbek ishi deb nomlangan mana shunday qatag'on siyosati natijasida qurbon bo'lgan insonlarning ism-shariflari, ularning hayot yo'lini o'sha muzey orqali tashrif buyurgan inson qalban his qilishi mumkin.